Barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik va yashil iqtisodiyot tamoyillari bugun O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar markazida turibdi. Ana shunday ezgu maqsad yo'lida O'zbekiston Milliy universitetida xalqaro miqyosdagi James Ilkway yozgi maktab 2025 o'z ishini boshladi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Mazkur yozgi maktab yoshlarda ekologik ongni yuksaltirish, global iqlim muammolariga fan va innovatsiyalar orqali yondashish maqsadida tashkil etildi. Yevropa va Osiyoning yetakchi oliygohlari bilan hamkorlikda o'tayotgan ushbu tashabbus O'zbekistonning xalqaro ilmiy hamkorlik makonidagi faol ishtirokini yaqqol namoyon qilmoqda. Bu maktabning asosiy maqsadi bugungi kunda global muammolardan biri bo'lgan yashil energiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlar va ularning butun dunyodagi muammolari hamda innovatsion yechimlari borasida soha mutaxassislari bilan muzokaralar olib boradilar va bu maktabda ishtirok etadigan bo'lg'usi ekologlar, ya'ni ekologiya sohasida butun dunyoda umuman yoshlarning ekologiya sohasiga bo'lgan qiziqishlari, umuman ekologiyani muhofaza qilish bo'yicha ularning liderlik qobiliyatlarini oshirish borasidagi masalalar aktual hisoblanadi. Shuning uchun ham bu maktabga ham mutaxassislar, ham xorijdan kelgan va O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarida tahsil oladigan talaba yoshlar qatnashmoqda. Tadbir davomida yoshlarda nafaqat nazariy bilim, balki Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror taraqqiyot maqsadlariga muvofiq mintaqaviy yechimlarni ishlab chiqish imkoniyati ham beriladi. Bu esa ularning siyosiy ijtimoiy jarayondagi faolligini kuchaytirishga xizmat qiladi.